nikoh marosimini o'tyapti. Men mana shu fursatdan foydalanib kelin bilan kuyovga shaxsan o'zim nomidan, barcha qishlog'imiz xalqi nomidan, mana shu bugungi o'tirishda so'zga chiqa olmaganlar nomidan kelin bilan kuyovga baxt, sihat, salomatlik, uzoq umr tilayman. Bugungi 2 yosh bizni qishlog'imizdagi shunday ajoyib insonlarning farzandlariki, ular ham kelajakda o'zini ota-onasiga o'xshagan, havas qilsa arziydigan oliyjanob kishilar bo'ldilar. Shunday chiroyli oilalarni mana shunday nikoh marosimlarida o'zlari havas bilan qizlarning oilalarida nikoh oladigan ajoyib insonlar bo'ldilar. Har ikkalasi ham ota-onangiz mehnatkash, aziz, o'ziga yarasha obro'si bor farzandlarini, o'zlarini qishloqda o'rni, obro'yi bor hurmatli kishilarning farzandlarsizlar. Doim baxtli yashanglar, o'sha qaringlar, ser farzand bo'linglar. Topganlaringlar faqat to'ylarga nasib qilsin. Bugun mana oppoq liboslar bilan har bir sizlar tashib, mehr-muhabbat bilan sizlar umringlarni oxirigacha mana shunday mehr-muhabbatli, hamisha yonma-yon mana shunday qo'llashib yashanglar. Baxtli bo'linglar. Farzandlaringlar o'zinglarga o'xshagan shakar aziz bo'lsin. Xudo nasib qilsa, yanigiga shu vaqtda chiroyli farzandlarni to'ylardi. Baxtli bo'linglar, qo'shaqaringlar. Gülü tamıldı cihanın mülküde peyda ey şahı perizat. Senin gülü tamıldı cihanın mülküde peyda ey şahı perizat. Salliyen güşmeyi başıma külfet sevda kanalın ama feryat. Bilmem esvet ademin nazanine ey güzler şarap. Aldın beni bir bakışın üstüme şeyda Cille kalamayacağım. Tek konuş içine cahanda Gözünün dile ferman Zeyni gayib dibe keyleme kelmeyle Öldürmen can Endi yâre neyle bir keyleme berberman Kulüğüne anhaba Başkara karanlık İstemana kıyama Güldersem ağlasam Gözünü sızalasam Güldersem ağlasam Allah'tan verdim Yağlasam Allah'tan verdim Yağlasam Başkara karanlık İstemana kıyama Başkara karanlık İstemana kıyama Güldersem ağlasam Güldersem ağlasam Yana yana kıyama İstemana kıyama
Mağazaga hoş kelibsizlar. Mana bugun akam Azamjon hamda ayamiz bo'lmish Zilola-xolalarning zaks marosimiga kelgan ekanmiz. Men ushbu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlarim, mehmonlar. Mana bugun biz akamiz Azamjon hamda kelinimiz bo'lmish Zilola-xolalarni zaks marosimida o'ldirar ekanmiz. Fursatdan foydalanib bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlardan zafarlanib, hamisha baxtli bo'ling.
Shuhrat akam sho'x muzikasiga chalib beradi. O'rtada pasanam beradi. Keling azam. Bye.